Aziz opa, men tushunmadim. Men o'zim nima kosmetologga kelib bu apparatni o'zim ishlatsam? Birinchi bo'lib makiyajli yuzni mana bu sredstva bilan tozalab olamiz. Bu gidrofilniy maslo. Polniy makiyajlarni tozalab olgandan keyin dalsha protsess davom etadi. Ikkinchi qadamimiz bu endi gidrofilniy masloni penka bilan yuvib tashlash. Ularni yaxshilab yuvib oldik. Uchinchi qadamimiz peeling surib qo'yamiz. Bu peeling o'lik hujayralarni tushirib tashlab, terizga свежий вид baxsh etadi. Mana o'lik hujayralar уже chiqishni boshladi. Yuzimiz oqarib, svejiylashib boryapti. 4-etapimizda esa mana bu guruchli maska qo'yiladi yuzga peelingdan keyin, yuvib tashlangandan keyin u qotadi va plyonka sifatida o'zi yechib tashlanadi. Yuzimizni maskadan tozalab oldik. Keyingi bosqichimiz esa mana bu umni apparat ishlatamiz. Bu mana birinchi bosqichi qo'shilgan. Tonerimizni yuzimizga chuqurroq urib beradi. Lekin bu apparat shunchalik aqlliki, faqat o'ziga qiladigan insonga justitsinis qilib beradi. U demakki, men bu kishiga bu apparatni ishlata olmayman. O'zlari ishlata oladilar, chunki o'zlarining qo'lida bo'ladi. Bu aqlli apparatimiz birinchi bosqichini ketgandan keyin o'zi o'chib qolar ekan va yana qo'shib ikkinchi bosqichiga o'tkazamiz. Rangi o'zgardi. Ikkinchi bosqichimizda esa sivaratka ishlatiladi. Sivaratkani suramiz va bu apparat bilan yanada yuzga chuqurroq urib beramiz. Bu bosqichda esa Larisichka xonimimizni yanada yoshartirib, chiroyli va go'zallashtiramiz. Ishonaman sizga, Aziz opa, bosing. Endi esa dnevnoy kremni suramiz va oxirgi etapda mana shu apparat bilan 7-qavatigacha kirgizib beramiz. Oxirgi etapga ham o'tdik. Oxirgi etapimiz bu обязательно SPF krem. Quyoshda go'zal yuzlari kuyib qolmasligi uchun. Quyosh hidolat yuzingiz oldida. Nima? Shuna ko'chaga chiqqanimda shuni nur bilan chiqsam kerak, Aziz opa. Shunday. Quyosh, Narisichkaning nuri odamlarning ko'zini oladi o'sha.